Hammaga assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan birgalikda freelance bo'lib ishlash va rasmiy ish haqida gaplashamiz. Ularning afzalliklari va sizga manfaatli va foydali bo'ladigan tomonlari haqida bo'lsa sizga informatsiya beraman. Ya'ni bu yoqda meni shaxsiy tajribamdan kelib chiqib qiyoslash bo'ladi. Mavzuga o'tmasdan oldin sizga eslatma bermoqchiman. Agar meni kanalimga hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, menga obuna bo'lib qo'yishingiz kerak. Tushunishingiz uchun har xil mavzuda bemalol gaplashamiz. Freelansni oddiy va jaydari tilda tushuntiradigan bo'lsam, o'zini o'zi xo'jayini bo'lgan ishini ustasi, ya'ni masteri hisoblanadi. Freelans qanaqa sohalarda ishlashi mumkin? Marketing, jurnalistika yoki IT, dizayn, ya'ni grafik dizayner, bo'lmaganda media sohasida bemalol freelans bo'lib ishlasangiz bo'ladi. Rasmiy ishni esa tushuntirib o'tirmayman, chunki buni hamma va qanaqa ishlashini, qanaqa bo'lishini mendan yaxshi ko'pchilik bilsa kerak. Ikkita mavzuni 5 ta yo'nalishda solishtirib beraman: pul, vaqt, lokatsiya, boshqaruv tizimi va kollektiv. Men o'zim ham freelans bo'lib, ham rasmiy ishda ishlagan inson sifatida tajribalarimga asoslanib bemalol sizlarga bu mavzuda gapirishga haqqim bor deb o'ylayman. Birinchi bo'lib vaqt masalasini solishtiramiz. Aynan meni eng nozik nuqtam bu vaqt hisoblanadi. Havasda kassir bo'lib ishlagan. Tushunishingiz uchun o'tda soat 10 kam 8 dan obeddan keyin 5 gacha, ya'ni hali shomga yetmasdan turib 5 gacha ishlaysiz. Kunimning asosiy qismi va energiyamning asosiy qismi aynan do'konda bitta yopiq kvadratning ichida o'tib ketgan. Quyosh chiqib ketdi. Lekin tushunib yetganmanki, ish davomida aynan mana shunaqa bir joyda soatlab ishlash ko'pincha menga to'g'ri kelmaydi. Freelansda bo'lsa vaqt meni qo'limda. To'g'ri, siz freelans bo'lib ishlasangiz, ishonavering, vaqtni deyarli siz boshqarasiz, deyarli. Va albatta bu qarshi taraf, ya'ni sizga ish berayotgan insonlarni siz bilan bo'ladigan kelishuvga ham bog'liq. Ya'ni doim ham siz vaqtni boshqaravermaysiz. Proyekt olganman 2025-yil oktyabr oyi edi. O'sha yerda montajyorlar soat 9 dan 6 gacha ishlashardi. Men hech qachon ofisda o'tirib ishlamaganman va men erkin grafik bo'yicha ishlaganman. Rasmiy ishda ishlagan inson sifatida aytaman, haftada 6 kun ish, 1 kun dam bo'lsa, freelans bo'lib men через день ishlaganman. Freelans bo'lib ishlasangiz, siz bir vaqtning o'zida bir nechta proyektlarni olib ishlasangiz bo'ladi. Buni olish kerak, rasmiy ishda ishlash qiyinroq. Ular haqiqatan vaqt tarafdan qiynaladi. Kelaylik endi pul masalasiga kelsak. Rasmiy ishda ishlagan inson sifatida men shu narsani sizga ayta olaman. Sizda doimiy oylik bo'ladi. Ya'ni siz bilasiz, bu oy sizda oylik, ya'ni tushumi bo'ladi. Freelans bo'lib ishlasangiz qanaqa bo'ladi? Freelans bo'lib ishlasangiz, buni bitta no tarafi bor, o'rtoqlar. Siz bir oy haligi rasmiy ishda nechadir oy topishingiz mumkin bo'lgan pulni bir oyda topib qo'yib, keyingi oy umuman pul topa olmasligingiz mumkin. Aynan mana shu tarafi yomon, lekin buni plus tarafi barqaror daromad. Ya'ni xohlaganingizcha pul topishingiz mumkin. Bu degani sizdan talab qilingan narsa energiya, ishingizga mehr va haqiqatan kuchingizni, borligingizni berib ishlashingiz kerak. Misol qiladigan bo'lsam, men ishlaganman, tinmay oylab ishlagan vaqtim bo'lgan. Bir vaqtda 3-4 ta proyekt olib ishlaganim ham bo'lgan va oylab ham ishsiz o'tirgan paytim bo'lgan. Ya'ni bu degani oilab ham pulsiz qolib ketganman. Lekin o'rtoqlar, bu yerda vahimali narsa emas, chunki siz haligi oyda ishlab topgan pullaringiz endi ekonomli bo'lsangiz, rasxodingiz kamroq bo'lsa yokida pulga pishroq bo'lsangiz, mana ishlamay qolsangiz yopilib ketadi. Bu oy bemalol yetkazasiz pul. Misol uchun mana shunaqa bo'lar. Oylab ishlab men pulni, meni taniydiganlar juda yaxshi biladi. Men pulni juda qattiq yig'aman va yaxshi yig'aman pulni. Qattiq emas, pulni yaxshi yig'aman. Pulga pishiq qizman va shuning uchun ishlagan oyim, ishlamagan oyimni yopib o'tib ketardi. Mana shu tarafi yaxshi. Lekin sizni bo'yningizda kredit, qarzlar bo'lsa va siz freelans bo'lib ishlasangiz, to'lolmay qolish ehtimolingizam ham yo'q emas. Pulsiz qolib ketgandan keyin, конечно, qarzni ustiga qarz bo'lasiz, kreditning ustiga foiz yoziladi. Shuning uchun agar siz tavakkal qilib energiyangizga va o'zingizning mehnatingizga ishonib otilib chiqmasangiz, chiqmaganingiz yaxshiroq. Chunki chiqishingiz bilan sizni jindisku xullas. Lokatsiyaga qarasak, lokatsiya muhimmi? Men uchun lokatsiya ko'p holatlarda unaqa muhim narsa emas. Agar oylik yaxshi bo'lsa va erkin grafik bo'lsa, bu joyga borib ishlay olaman. Lekin o'rtoqlar, ko'p insonlarga lokatsiya juda ham muhim. Rasmiy ishda ishlaydiganlar uchun. Nima uchun bilasizmi? Chunki oyligini ko'p qismi yo'lkiraga ketib qolishi mumkin. Kunini yarim qismi o'tayotgani mayli, obed ketadi, nimadir yeb ichasiz, sog'lig'ingiz bor va umringizni yarmi ham ishda, qolgan yarmi ham yo'lda o'tib ketsa, bu odamga qattiq alam qiladi.
O'shaning uchun rasmiy ishda ishlaydigan insonlar ko'pincha joyga qarashadi. Misol uchun men o'zim aytdim sizga havasda ishlaganman va havasdagilar ham sizga shunaqa qulaylik qilib beradi. Mana shu tarafi yaxshi. O'zingizga yaqin bo'lgan do'konda ishlay olasiz. Freelans bo'lib ishlasangiz, yo'q, unaqa bitta joyda o'tirib ishlay olmaysiz. Ko'pincha tashkilotlarda shunaqa, lekin freelans har xil joyga tashiydi. Ya'ni agar sizga har xil joylarga borib, aylanib, bir xil joylarni ko'rib, ya'ni lokatsiyani tez-tez o'zgartirish neudobno bo'lmasa va siz bu narsaga prosta adekvatni qarasangiz, nochi voy bu safar bu yoq dedi, endi bu safar bu yerda bo'ladimi deb har xil ming'ir-sing'ir gaplasiz ko'chib ishlaysiz, ya'ni ko'chmanchi xalq bo'lib ishlarsiz, ancha payt ishlaysiz, ishonavering. Chunki har xil proyektlar olganingizdan keyin o'zi logично o'ylang, bitta proyektingiz bitta joyda bo'lsa, ikkinchi proyektingiz boshqa joyda bo'ladi. Uchinchi proyektingiz umuman boshqacha, to'rtinchi proyektingiz vobshe boshqa joyda bo'ladi. O'shani hisobi uchun, ya'ni rasmiy ishda asosan lokatsiya bitta joyda, freelansda bo'lsa o'ynab turadi. Kollektiv masalasiga kelsak. Kollektiv freelansdan boshlaymiz. Xudoga shukr, men freelans bo'lib ishlagan, ambassador bo'lib ishlaganman 2 yil reklamada. Mani hamma kollektivim zo'r edi. Rasmiy ish joyida yomon kollektiv bo'ladi deyolmayman. Har doim siz yomoniga uchraysiz yoki doim yaxshisiga uchraysiz ham deyolmayman. Lekin men ishlagan rasmiy ish joylarida men yoshlar bilan ishlab o'rgangan inson sifatida yosh katta, ya'ni ayol kishi boshliq bilan ishlash, bu sizni miyangizni kimdir nina bilan tiqib bo'layotganga o'xshaydi. Miyangizni yeb yoradi. Ayniqsa meni miyam shunaqasiga yeb yorgan. Men to'g'risini aytaman, menga tepamda kelib turib ming qilib ming'irlab bosim beradigan odam bo'lsa bo'g'ib qo'ygim keladi. Rasmiy ishdamanda shunaqa bo'lgan. Keyin nima bo'lgan? Men ishlaganman, ishlay olmaganman, chunki bosim bo'lgan, asabimga tegadi. O'sha insonni ko'rsam nafratlanadigan darajaga kelib qoldim. Shuning uchun hozir ham men sizga shunaqa to'lqinlanib aytib beraman. Meni boshqa do'konga o'tkazishdi va boshqa do'konda yoshroq boshliq va ular bilan ishlash qulay. Kollektivni o'zi ham yosh va men uchun havas qisqa muddatli ish joyi bo'ldi, lekin ikkinchi kollektivim zo'r edi. Chakagim ham biroz og'rib ketdi. Boshqaruvga kelibmiz. Xullas, boshqaruv freelansda ko'pincha tepangizda turib kimdir ishlamaydi. Ayniqsa siz uyda ishlaydigan bo'lsangiz, unda вообще удобно, chunki bemalol ishlaysiz. Rasmiy ish joyida bo'lsa boshliq bo'ladi. Ya'ni boshliqni tepangizda xullas boshliq turadi va siz bu bilan ishlaysiz. Eng kamida boshliq yordamchisi yoki boshqaruvchi bo'ladi. Agar o'sha boshqaruvchi o'zingiz bo'lmasangiz, shunchaki oddiy personal bo'lsangiz, aynan mana shu tarafi sal qiyinroq. Rasmiy joyda tan olish kerak. Boshliq bilan ishlash qiyin. Freelansda ham boshliq bo'lmaydi, freelansda ham to'laqonli boshliq bo'lmaydi deyolmayman. Agar siz ofisda borib, soat 9 dan 6 gacha ishlaydigan bo'lsangiz, конечно, boshlig'ingiz bo'ladi. Yoki oddiy proyekt olsangiz ham boshlig'ingiz bo'ladi. Ya'ni sizdan sizga bergan vazifasini, sizga pul to'laydi-ku o'sha olgan proyektingiz uchun so'rab oladiganlar ham bo'ladi. O'zi asli shunaqa qilish bu norma. Lekin ko'pincha sizni siqmaydi. Ya'ni sizni ijod qilishingizga, erkinroq bo'lishingizga vroде ko'proq shans chem rasmiy ishga qaraganda. Shunaqa o'rtoqlar. Aynan bu mavzuda boshqa yo'nalishlarni ham bemalol solishtirsak bo'ladi. Men sizga video cho'zilib ketmasligi uchun, qaro video bo'lishi uchun 5 ta mavzuda solishtirib berdim. Buni har xil yo'nalishda solishtirsangiz bo'ladi bemalol. Kimga qanaqa, kimgadir yoqadi, stabil pul kelib tursin, men bitta joyda o'tirib ishlay, o'zimni doimiy kollektivim bo'lsin, menga hali qariganimda pensiya kerak, men bitta joyda o'tirib ishlashni yaxshi ko'raman desangiz, agar bo'ladi, men rasmiy ishni hech qachon yomon demayman. Rasmiy ish bu sizni откровенно aytganda kelajakning kafolati bo'ladi. Nima uchun unaqa deyapman? Misol uchun siz kasal bo'lib qolsangiz, agar bir oy deylik siz kasal bo'lib qoldingiz va sizga u yo'q больничный bo'ladi, ochiladi, больничный karta bo'ladi. Freelans bo'lsa, buni kafolati bo'lmaydi. Siz proyekt olib ishlaysizmi yoki u yoqdan bu yoqqa sakrab yurib ishlaysizmi? Kasal bo'lib qoldingizmi? Bo'ldi, bir oy kasal bo'lsin, bir oy sizda pul yo'q. Chunki ishga ishlay olmayapsiz, energiyangizni bermayapsiz, bo'ldi, pul yo'q. O'shaning uchun rasmiy ish bu eng kamida keyingi kelajakni 1-2 oyi, misol uchun o'ldim deganda kafolati bor degani. Freelansda bo'lsa erkinligingiz, vaqtingiz, daromadingiz ko'pincha sizni boshqaruvingizda degani. Aslini olganda ikkala ish ham juda ham yaxshi. Ikkala ishda ham men shaxsan o'zim yaxshigina tajriba ortqizganman va ikkala ish ham hayotimga ta'sir o'tkazgan.
ham plyus ham minus ta'siri bo'lgan. Man sizga bermoqchi bo'lgan narsam bu videoni ma'nosi aslida aynan mana shu ikkita mavzu, ikkita yo'nalishni siz o'zingiz uchun aniq qilib bilib oling. Eng kamida yuzaki ma'lumot berdim sizga. Hatto sizda yuzaki informatsiya bo'lsin, balki siz kelajakda balki hali o'zingizni ishingizni umuman tanlamagan bo'lishingiz mumkin. Ishni ham mana shu taraflarga e'tiborli bo'ling va tayyor turing. Minus va plyuslariga demoqchiman. Agar video ozgina bo'lsa ham manfaatli bo'lgan bo'lsa, eng kamida bir kichkina informatsiya olgan bo'lsangiz, ya'ni bilmagan nimadaringizni sizga o'rgatgan bo'lsam, u yo bu yo balki video yarim soatlik bo'lar yoki 15 minutlik bo'lar. Hali montajda buni yana ham ko'rib chiqaman. Yoki 10 minutlik bo'ladi. 1 minutlik bo'lgan taqdirda ham ketkizgan vaqtingizga rozi bo'ling, chunki men bu vaqtingizni mas'uliyatim meni bo'ynimda. Agar sizga nimadir bera olgan bo'lsam, men bundan xursandman. Menga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Kommentariyada o'zingizni fikringizni yozib ketsangiz, meni vobshe xursand qilgan bo'lasiz. Biz 1662 ta bo'lamiz. Bu juda ham yaxshi. Men Instagram va boshqa tarmoqlarda o'zbek tilida kontent olib bormayman. Kontent uchun nimaga YouTube'ni tanlaganimni keyingi videolarda sizlarga ko'rsatib, ya'ni tushuntirib beraman. Ungacha menga obuna bo'lib qo'ying. Yuqorida aytib o'tganimdek men sizlar bilan har xil mavzuda gaplashaman va bizning safimiz kengayishi kerak. Videoni oxirigacha sabr bilan ko'rganingiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha